bu bemorimiz bizning markazimizga og'izdagi yaralar bilan murojaat qilib keldilar. Kelganlaridagi ahvollari juda og'ir edi. Og'izlarini ocha olmasdilar, gapira olmasdilar ham hattoki. Hozir ahvollari ancha yaxshi. Biz bulardan histologik tekshiruv oldik va to'g'ri tashxis qo'yib, bu diagnozi behçet kasalligi ekanligi aniqlandi. Agarda boshqa muolajalar olib yuradigan bo'lsa, vaqtida davolamasdan avj olib ketadigan bo'lsa, nima oqibatlarga olib keladi kasallik? Bu kasallikning oqibatlari juda ham yomon tugashi mumkin. Masalan, ko'z nurining pasayishiga, insult, infarkt va boshqa ichki organlarni zararlanishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham agar qanchalik erta bu kasallikka tashxis qo'yib bilsak, to'g'ri tashxis qo'yib bilsak, davo muolajalari ham shunga mos tanlanadi va bu kasallikni shuncha tez nazorat qilish oson bo'ladi. Qanchalik qiyin bo'ldi sizga? Boshida kelganimda og'zimni ocha olmasdim, umuman gapira olmasdim. Ishish vasi yo'q endi. Hozir yaxshi, xudoga shukur, gapirib qoldim. Ancha yaxshi davolashdi, xudoga shukur, hammaga rahmat. O'zgarishlar yaxshi. Ha, rahmat, yaxshi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, shifokorimiz ta'kidlab o'tgan belgilar agar sizda kuzatilayotgan bo'lsa yoki umuman teri kasallik bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, unutmang. Aynan sizdagi ushbu kasalliklarni dermatovenerolog shifokorlarimiz davolaydi. Demak, bemalol markazimizga murojaat qilishingiz mumkin.